16-pora Kahf surasining 75-oyatidan boshlanadi. U Xizr dedi: Senga men bilan birga sabr qilishga sira toqating yetmas demaganmidim? Musa dedi: Agar bundan keyin sendan biror narsa haqida so'rasam, menga hamroh bo'lmagin. Men tomondan uzr qabul qilish me'yoriga yetgan bo'lursan. So'ngra ular yana yo'lga tushdilar. To bir shahar ahlining oldiga kelib, ulardan taom so'ragan edilar. Ularni mehmon qilishdan bosh tortishdi. Keyin o'sha joyda yiqilay deb turgan bir devorni ko'rishgach, Xizr uni tiklab qo'ydi. Musa dedi: Agar xohlasang, bu ishing uchun haq olishing mumkin edi. U Xizr aytdi: Mana shu sen bilan mening ajrashimizdir. Endi men seni sabr qilishga toqating yetmagan narsalarning ta'vili sharhidan ogoh qilurman. Kema xususiga kelsak, u dengizda ishlaydigan miskinlarniki edi. Bas, men uni aybli qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Chunki ularning ortida barcha kemalarni tortib olayotgan bir podshoh bor edi. Haligi bolaning esa ota-onasi mo'min kishilar edi. Bas, biz u bola tug'yon va kufr bilan ularni qiynab qo'yishidan qo'rqdik. Shu sababdan ularga Parvardigorlari u boladan ko'ra pokizaroq va undan ko'ra mehribonroq boshqa bir bolani badal qilib berishini istadik. Endi devor esa shu shahardagi 2 yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ular uchun bir xazina bor edi. Ularning otasi solih kishi edi. Bas, Rabbing ular voyaga yetib, Rabbingning rahmati bo'lmish xazinalarini chiqarib olishlarini iroda qildi. Men bu ishlarni o'zimcha qilganim yo'q. Mana shu sen sabr qilishga toqating yetmagan narsalarning ta'vili. Ey Muhammad, sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Ayting, men sizlarga u haqdagi xabarni hozir o'qib berurman. Dar haqiqat, biz unga, Zulqarnaynga yer yuzida martaba berdik va istagan barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik. Bas, u avval g'arbga qarab yo'l oldi. Ketayotib, quyosh botadigan joyga yetgach, uning quyoshning bir loyqa yoki qaynoq buloq ortiga botayotganini ko'rdi va buloqning oldida bir qavmni uchratdi. Biz, ey Zulqarnayn, yo ularni azobga duchor qilursan, yoki ularga yaxshi muomalada bo'lursan, dedik. U aytdi: Zulm qilgan kimsani albatta azoblagaymiz. So'ngra Parvardigoriga qaytarilgach, u zot uni yanada xunuk azob bilan azoblagay. Endi iymon keltirib, ezgu ish qilgan kishiga kelsak, uning uchun go'zal mukofot jannat bo'lur. Biz ham unga ishimizdan osonlarini buyururmiz. So'ngra u sharqqa qarab yo'l oldi. Ketayotib,
quyosh chiqadigan joyga yetib borgach, uning quyoshning bir qavm uzra chiqayotganini ko'rdi. Biz ular uchun undan quyoshdan to'suvchi biror parda qilmagan edik. Uning ishi shunaqa. Albatta, biz uning huzuridagi ilmlarni ihota qilib olganmiz. So'ngra u yana yo'l oldi. Ketayotib, ikki tog' o'rtasiga yetib kelgach, u tog'lar ortida gapni sira anglamaydigan qavmni uchratdi. Ular: "Ey Zulqarnayn, albatta shu tog'lar ortidagi Yajuj va Majuj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir. Bizlar senga bir miqdor haq to'lasak, biz bilan ularning o'rtasiga bir to'g'on qurib berurmisan?" dedilar. Zulqarnayn aytdi: "Rabbimning menga ato etgan narsalari sizlar beradigan narsadan yaxshiroqdir. Pas sizlar menga kuch-quvvat bilan yordam beringiz, toki men sizlar bilan ularning Yajuj va Majujning o'rtangizga bir to'siq, to'g'on bino qilay. Sizlar menga temir parchalarini keltiringiz. To parchalar ikkala tog' yonbag'rilari bilan barobar bo'lgach, olovga dam uringiz" dedi. Bas, qachon u temir tersaklarni olovga aylantirgach, eritgach dedi: "Menga eritilgan mis ham keltiringiz, toki uning temir parchalarining ustidan quyay." Ana endi ular Yajuj va Majujlar uning to'siqining ustiga chiqishga ham, uni teshib o'tishga ham qodir bo'lmay qolishdi. Bu Rabbim tomonidan bo'lmish bir marhamatdir. Endi qachonki Rabbimning Yajuj va Majuj chiqadi deb va'da qilgan vaqt kelganida, qiyomat oldidan o'zi u to'siqni tep-tekis qilib qo'yar. Rabbimning va'dasi haqdir, dedi u. U kunda, qiyomatda odamlarni bir-birlariga aralashtirib tashlaymiz. Sur chalingach, ularning barchalarini to'playmiz. U kunda kofirlarga jahannamni namoyish qilurmiz. Ularning ko'zlari dunyoda mening zikrimdan to'silgan bo'lib, ular nasihatlarimni eshitishga ham qodir emas edilar. Yoki kofir bo'lganlar meni qo'yib, bandalarimni do'st tutishni o'yladilarmi? Haqiqatan biz jahannamni kofirlar tushadigan joy qilib qo'ygandirmiz. Ey Muhammad, ayting, sizlarga qilmishlaridan eng ko'p ziyon ko'ruvchilarning xabarini beraylikmi? Ular qilgan sa'yi harakatlari dunyo hayotidayoq yo'q bo'lib ketgan u, ammo o'zlarini ishni chiroyli qilayotgan hisoblaydilar. Ular Parvardigorlarining oyatlarini va u zot bilan muloqotda bo'lishni inkor etishib, butun ish amallari behuda ketgan kimsalardir. Bas, biz qiyomat kunida ular amallari uchun hech qanday vaznni qoyim qilmasmiz. Kofir bo'lganlari hamda oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxara qilganlari sababli ularning jazolari o'sha jahannamdir. Albatta, iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun Firdavs bog'lari manzil bo'lur.
ular u joylarda mangu qolib, undan boshqa joyga ko'chishni istamaslar. Ayting, bordi-yu dengiz suvi Rabbimning so'zlari, ilm va hikmatlarini bitish uchun siyoh bo'lsa va yana shuncha siyoh keltirsak ham Rabbimning so'zlari bitishidan ilgari u dengizlar tugab bitar. Ey Muhammad, ularga ayting, dar haqiqat men ham sizlar kabi bir bashardirman. Faqat menga ilohingiz yolg'iz iloh ekani haqida vahiy etilmoqda. Bas kimki Parvardigori bilan muloqotda bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda ezgu amal qilsin va Parvardigoriga ibodat qilishda hech kimni unga sherik qilmasin. Maryam surasi Makka da nozil qilingan 98 oyatdan iborat. Maryam Imron qizi, Iso payg'ambarning onasi. Surada Maryamdan Iso alayhisalomning otasiz tug'ilishi, beshikda gapirgani va boshqa mo'jizalari haqida oyatlar bo'lgani uchun u Maryam surasi deb atalgan. Surada payg'ambarlardan Nuh, Idris, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Musa, Harun, Zakariya va Yahyo alayhissalomlar haqida ham oyatlar mavjud. Qolgan oyatlarda tavhid, iymon, aqida, jannat, do'zax, oxirat, Allohning fazli, rahmati va mag'firati kabi ma'naviy tushunchalar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Ey Muhammad, bu Rabbingiz o'z bandasi Zakariyaga qilgan marhamatining zikri qissasidir. Qachonki u Zakariya Parvardigoriga xufiyona tovushsiz duo qilib degan edi: Ey Rabbim, dar haqiqat mening suyaklarim mo'rtlashdi, keksalikdan boshim oqardi. Ey Rabbim, men senga duo qilib hech qachon baxtsiz bo'lgan emasman. Mening ortimda qoladigan qarindoshlarim dinni zoyi qilib yuborishlaridan xavfdaman. Xotinim esa tug'mas bo'lib qolgan. Endi sen o'z dargohingdan menga bir do'st farzand ber. U menga va bobom Yaqub nasliga merosxo'r bo'lsin va undan barchani rozi qilgin. Alloh aytdi: Ey Zakariya, biz senga bir farzand xushxabarini berurmiz. Uning ismi Yahyo bo'lib, ilgari unga biror kimsani hamnom qilgan emasmiz. Zakariya dedi: Ey Rabbim, xotinim tug'mas bo'lib qolgan, o'zim esa keksalikning notavon holatiga yetib qolgan bo'lsam, menga farzand qayoqdan bo'lsin? Alloh aytdi: Shunday. Rabbing ayturki, bu ish menga osondir. Axir men seni ilgari hech narsa bo'lmagan paytingda ham yaratgan edim-ku.
ey Rabbim, men uchun kampirim homilali bo'lganiga biror belgi qilsang, dedi u Zakariya. Alloh aytdi: senga belgi shuki, sog' bo'la turib 3 kecha va kunduzgacha odamlarga gapirmaysan. Bas, Zakariya ibodatxonadan qavmining oldiga chiqib, ularga erta-yu kech Allohga tasbih aytishni ishora bilan bildirdi. Biz unga: ey Yahyo, kitobni, ya'ni Tavrotni jiddiylik bilan qo'lga ol dedik va unga go'daklik chog'idayoq hikmat va ilm ato etdik. Yana unga o'z dargohimizdan mehr hamda poklik ato etdik va u taqvoli bo'ldi. U ota-onasiga mehribon bo'ldi, jabr qiluvchi, itoatsiz bo'lmadi. Unga tug'ilgan kunida ham, vafot etadigan kunida ham, qayta tiriladigan qiyomat kunida ham salom, omonlik bo'lur. Ey Muhammad, ushbu kitobda, Qur'onda Maryamni yod eting. U o'z oilasidan chetga, sharq tomonga ketdi. Ulardan pardaga berkinib olgan paytida biz unga ruhimiz, ya'ni Jabroilni yubordik. Bas, u Maryamga chin odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga: men Rahmonga iltijo qilib, sendan panoh berishini so'rayman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkazmagin, dedi. Jabroil aytdi: qo'rqmagin, men faqat senga bir pokiza o'g'il hadya qilish uchun kelgan Parvardigoring elchisidirman, xolos. Maryam dedi: menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol ham bo'lmasam, menga qayoqdan farzand bo'lsin? Jabroil aytdi: shunday, Rabbing ayturki, bu ish menga osondir. Biz u bolani odamlar uchun mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat manbai qilurmiz. Bu hal qilingan ishdir. Bas, Maryam unga o'g'ilga homilador bo'lib, u bilan birga yiroq bir joyga ketdi. Bas, to'lg'oq dardi uni bir xurmo daraxti tubiga olib bordi va u dedi: qani edi, mana shundan tug'ishdan oldin o'lib, butunlay unutilib ketsam. Shunda xurmo daraxtining ostidan Jabroil nido qildi: g'amgin bo'lma, Rabbing oyoq ostingdan bir ariq oqizib qo'ydi. Mana shu qurib qolgan xurmo shoxini silkitgin, toki u mening qudratim bilan senga yangi xurmo mevalarini to'ksin. Bas, yeb ichgin va shod bo'lgin. Bas, agar odamzoddan birortasini ko'rib qolsang va u savol so'rasa, u holda men Rahmon roziligi uchun roza tutishni nazr ahd qilganman. Bas, bugun biror insonga so'zlamayman degin. So'ngra Maryam bolasini ko'targan holda qavmi huzuriga kelganida ular: ey Maryam, sen qiziq ish qilibsan-ku. Ey Horunning singlisi, sening otang yomon odam emas, onang ham fohisha emas edi-ku, dedilar.
Shunda Maryam o'zi gapirmay bolasiga ishora qildi. Ular aytdilar: "Beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz?" Shu payt chaqaloq tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U menga kitob Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, menga namozni va zakotni ado etishni buyurdi. Shuningdek, meni onamga mehribon qildi va meni takabburli, badbaxt qilmadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot etadigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham salom, omonlik bo'lur." Ular, ya'ni yahudiylar va nasroniylar shubha qilayotgan Iso ibn Maryam haqning so'zi mana shudir. Allohga hech qanday farzand tutish mumkin emas. U bunday nuqsondan pokdir. U biror ishni qilishni istasa, faqat unga bo'l der, bas o'sha ish bo'lur. Iso aytdi: "Albatta Alloh Rabbim va Rabbingizdir. Bas unga ibodat qilingiz. Mana shu to'g'ri yo'ldir." So'ngra firqalar Iso xususida o'zaro ixtilof qildilar. Bas ulug' kun qiyomat manzarasidan kofir bo'lganlar holiga voy. Ular bizga keladigan kunda juda aniq ko'radigan va eshitadigan bo'lib qolurlar. Lekin u zolimlar bugun aniq zalolatdadirlar. Ey Muhammad, ularni, Makka mushriklarini barcha ish bitirilgan hasrat kuni qiyomatdan qo'rqiting. Ular bugun g'aflatdadirlar. Shu sababdan ular iymon keltirmaydilar. Albatta biz o'zimiz bu yerni va undagi bor jonzotni meros qilib olurmiz va faqat bizgagina qaytarilurlar. Ey Muhammad, kitobda Ibrohim qissasini yod eting. Dar haqiqat u juda sadoqatli payg'ambar edi. Qayski u otasiga: "Ey ota, nega sen eshitmaydigan, ko'rmaydigan va senga biror foyda yetkaza olmaydigan narsaga ibodat qilursan? Ey ota, dar haqiqat senga kelmagan ilm menga keldi. Bas menga ergashgin. Seni to'g'ri yo'lga hidoyat qilurman. Ey ota, shaytonga ibodat qilmagin, chunki shayton Rahmonga itoatsiz bo'lgan. Ey ota, haqiqatan men senga Rahmon tomonidan azob yetib, do'zaxda shaytonning yonida bo'lib qolishingdan qo'rqaman" dedi. Otasi aytdi: "Sen mening ilohlarimdan yuz o'giruvchimisan? Ey Ibrohim, qasamki, agar sen bu ishingdan qaytmasang, albatta seni toshbo'ron qilurman va yoki meni bir zamon tark et." Ibrohim: "Salomat bo'l. Endi Rabbimdan senga kechirim so'rayman. Zero u menga mehribon zotdir. Men sizlardan ham, Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringizdan ham chetlanurman va yolg'iz Rabbimga iltijo qilurman. Rabbimga iltijo qilish bilan baxtsiz bo'lib qolmasman degan umid."
joyidaman dedi. Bas Ibrohim ulardan va Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaridan chetlangach, biz unga farzand va nabira Ishoq va Yaqubni berdik va barchalarini payg'ambar qildik. Shuningdek, ularga o'z rahmatimizdan in'om etdik va ularga oliy darajadagi sadoqat tilini paydo qildik. Ey Muhammad, kitobda, Qur'onda Muso qissasini yod eting. Dar haqiqat u tanlab olingan elchi, payg'ambar edi. Biz unga Tur tog'ining o'ng tomonidan nido qildik va uni munojat qilgan holida o'zimizga yaqin etdik. Biz unga o'z fazlimiz bilan birodari Horunni yordamchi, payg'ambar qilib berdik. Ey Muhammad, kitobda Ismoil qissasini yod eting. Dar haqiqat u va'dasida sodiq turuvchi nabiy va rasul edi. U o'z ahli va ummatini namoz va ro'zaga buyurar edi va Parvardigori undan rozi bo'lgan kishi edi. Yana ushbu kitobda Idris qissasini yod eting. Dar haqiqat u sadoqatli payg'ambar edi. Biz uni yuksak maqomga ko'tardik. Aynan o'shalar Odam zurriyotidan Idris kabi biz Nuh bilan birga kemada ko'tarib to'fon balosidan najot bergan kishilardan, ya'ni ularning farzandlaridan Ibrohim zurriyotidan Ismoil, Ishoq, Yaqub kabi, Isroil, Yaqub zurriyotidan bo'lgan Muso, Horun, Zakariya, Yahyo va Iso kabi va biz hidoyat qilgan va tanlab olgan kishilardan bo'lmish Alloh in'om etgan payg'ambarlardir. Ularga qachon Rahmon oyatlari tilovat qilinsa, sajda qilgan va yig'lagan hollarida yerga bosh qo'yarlar. So'ngra ularning ortidan namozni zoyi qilgan va shahvatlarga ergashgan kimsalar o'rin oldilar. Endi ular albatta yomonlikka, yomon jazoga yo'liqurlar. Illo iymon keltirib, ezgu ishlarni qilgan zotlargina bundan mustasnodir. Bas, ular jannatga kirurlar va ularga biror narsada nohaqlik qilinmas. Ular Rahmon g'oyibona o'z bandalariga va'da qilgan mangu yashaladigan jannatlarga kirurlar. Albatta, uning va'dasi o'z vaqtida keluvchidir. U joyda ular behuda so'z eshitmaslar, balki salom so'zini eshiturlar. U joyda ular uchun erta-yu kech rizqlari hozirdir. U joy bandalarimizdan taqvodor bo'lganlarga biz meros qilib beradigan jannatdir. Jabroil dedi: Biz yolg'iz Rabbingiz amri bilangina nozil bo'lurmiz. Oldimizdagi oxirat ham, ortimizdagi dunyo ham, ikkisi o'rtasidagi barcha ishlar ham faqat uning izmidadir. Parvardigoringiz unutuvchi emasdir.
u osmonlar, yer va ularning orasidagi bor narsalarning murabbiysidir. Bas, unga ibodat qiling va ibodatiga toqatli bo'ling. Unga teng biror zotni bilurmisiz? Kofir inson o'lganimdan so'ng yana tirik holimda qabrimdan chiqarilurmanmi der. Axir o'sha inson biz uni ilgari o'zi hech narsa bo'lmagan paytida yaratganimizni eslamaydimi? Bas, ey Muhammad, Rabbingizga qasamki, albatta biz ularni shaytonlari bilan birga to'plarmiz. So'ngra barchalarini jahannam atrofida tiz cho'kkan hollarida hozir qilurmiz. Keyin har bir guruhdan qaysinisi Rahmonga qattiqroq osiy bo'lsa, o'shani sug'urib olurmiz va jahannamga solurmiz. So'ngra biz o'zimiz unda jahannamda kuyishiga loyiq kimsalarni yaxshiroq biluvchidirmiz. Sizlardan har biringiz unga jahannamga tushuvchidirsiz. Bu Rabbingiz irodasiga binoan vojib bo'lgan hukmdir. So'ngra taqvodor bo'lganlarni undan qutqarurmiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan hollarida jahannamda qoldirurmiz. Qachonki ularga, insonlarga aniq oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofir bo'lganlar iymon keltirganlarga qaysinisi yaxshiroq martaba va go'zalroq manzilda deydilar. Holbuki biz ulardan oldin qancha anjomlari va ko'rinishlari chiroyli bo'lgan avlodlarni halok qilganmiz. Ey Muhammad, ayting, kim zalolatda bo'lsa, bas, Rahmon uning muddatini uzaytirsin, toki o'zlariga va'da qilingan dunyo azobini yoki qiyomatni ko'rganlarida albatta kimning martabasi yomonroq va lashkari ojizroq ekanini bilurlar. Alloh haq yo'ldagi kishilarga yanada hidoyatni ziyoda qilur. Rabbingiz nazdida boqiy ezgu ishlar savob jihatidan ham, oqibat jihatidan ham ortiqroqdir. Ey Muhammad, oyatlarimizga kofir bo'lgan va qasamki, albatta oxiratda ham menga mol mulk va farzand ato etilur degan kimsani ko'rdingizmi? U g'ayb ilmidan xabardor bo'libdimi yoki Rahmon dargohidan ahd olibdimi? Yo'q. Albatta biz uning aytayotgan so'zini yozib qo'yurmiz hamda unga azobni ziyoda qilurmiz. U aytayotgan mol mulkni biz meros olurmiz. U esa huzurimizga yolg'iz kelur. Ular Makka mushriklari Allohni qo'yib o'zlariga himoyachi bo'lishi uchun ilohlar tutdilar. Yo'q, qiyomat kuni butlari ular qilgan ibodatlarni inkor qilurlar va ularga zid bo'lurlar. Ey Muhammad, biz kofirlarga ularni gunoh ishlariga qo'zg'atadigan shaytonlarni yuborganimizni ko'rmadingizmi? Bas, siz ularga azob so'rashda
shoshqaloqlik qilmang. Albatta biz ularni gunohlarini aniq hisoblab tururmiz. Taqvodorlarni biz suvora hollarida Rahmon dargohiga to'playdigan, jinoyatchi kofirlarni esa jahannamga tushishlari uchun haydaydigan kunimizni eslang. U kunda faqat Rahmon nazdida ahd izn olgan kishilargina gunohkor mu'minlarni shafoat qilishga ega bo'lurlar. Mushriklar Rahmon farzand tutdi dedilar. Ey mushriklar, sizlar shunday og'ir gap aytdingizki, uning og'irligidan osmonlar yorilib, yer bo'linib, tog'lar qulab, parchalanib ketayozur. Sabab Rahmonga farzand da'vo qilishlaridir. Rahmon uchun farzand tutish loyiq emasdir. Osmonlar va yerdagi bor jonzot qiyomat kunida Rahmon huzuriga bo'yin sungan holda kelur. U ularni olgan nafaslarigacha hisoblab, adadini sanab qo'ygandir. Ularning barchasi qiyomat kuni uning huzuriga hisobot uchun yakka holda keluvchidir. Albatta iymon keltirib ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun Rahmon ularning qalbida o'ziga nisbatan do'stlikni paydo qilur. Ey Muhammad, albatta biz taqvo egalariga xushxabar berishingiz uchun va sarkash qavmni ogohlantirishingiz uchun uni Qur'on tilovatini sizning tilingizga oson qilib qo'ydik. Biz ulardan, Makka mushriklaridan oldin ham qanchalab itoat etmagan avlodlarni halok etgandirmiz. Siz ulardan birortasini sezyapsizmi yoki ovozlarini eshityapsizmi? Taho surasi Makkada nozil qilingan 135 oyatdan iborat. Taho. Bu ikki ramziy harflardan murod nima ekani faqat Allohgagina ma'lum. Surada ilohiy ko'rsatmalar bilan bir qatorda Musa alayhissalom birodari Harun alayhissalom hamda Fir'avn va vaziri Hamon haqidagi qissa batafsil bayon qilinadi. Shuning uchun ham u Musa surasi deb ham nomlangan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Taho. Ey Muhammad, biz sizga bu Qur'onni din ishida mashaqqat chekishingiz uchun emas, balki Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun eslatma sifatida nozil qildik. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zot Alloh tomonidan nozil qilingandir. U arsh uzra mustavi bo'lmish Rahmondir.
osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda zamin ostidagi bor narsa unikidir. Agar siz oshkora gapirsangiz ham yoki xufiyona gapirsangiz ham, albatta u sirni ham, eng maxfiy narsalarni ham bilur. Alloh, undan o'zga iloh yo'qdir. Uning asmoi husnosi, go'zal ismlari bordir. Ey Muhammad, sizga Muso haqidagi xabar keldimi? Eslang, u uzoqdan bir olovni ko'rib, oilasiga shu yerda turingiz, men bir olovni ko'rib qoldim. Shoyatki sizlarga biror cho'g' olib kelsam yoki shu o't atrofida biror yo'l ko'rsatuvchi topsam, dedi. Bas, olov yaqiniga kelgach, ey Muso deb nido qilindi. Ey Muso, men sening Rabbingdirman. Bas, oyoq kiyimingni yechgin, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidadirsan. Men seni payg'ambarlikka tanladim. Bas, senga yuboriladigan vahiyga quloq tut. Dar haqiqat, men Allohdirman. Mendan o'zga iloh yo'q. Bas, mengagina ibodat qil va meni eslaganingda namozni ado et. Qiyomat albatta keluvchidir. Lekin har bir jon qiladigan sa'yi harakati sababli jazolanishi uchun uni qachon qoyim bo'lishini yashirishni istayman. Bas, unga qiyomatga ishonmaydigan va havoi nafsiga ergashgan kimsalar seni undan to'smasinlarki, u holda halok bo'lursan. Ana u qo'lingdagi nimadir, ey Muso? Muso dedi, u hassamdir. Unga tayanurman va u bilan qo'ylarimga barg qoqib berurman. Yana unda men uchun boshqa hojatlar ham bor. Alloh aytdi, uni yerga tashlagin, ey Muso. Bas, Muso uni tashlagan edi, birdaniga u harakatlanuvchi jonli ilon bo'lib qoldi. Alloh dedi, uni ol, qo'rqmagin, biz uni avvalgi holiga qaytarurmiz. Qo'lingni qo'ltig'ingga tiqqin, u hech qanday yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur. Bu yana bir boshqa mo'jizadir. Biz senga katta mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun shunday qildik. Endi Fir'avnning huzuriga bor. Haqiqatan u haddan oshdi, Xudoman deb da'vo qildi. Muso dedi, ey Rabbim, bu qiyin vazifaga bag'rimni keng qilgin va ishimni oson qilgin, hamda tilimdan tugunni, duduqlikni yechib yuborgin, toki ular qavmim gapimni yaxshi anglasinlar. Menga o'z ahlimdan vazir qilib bergin birodarim Horunni. U bilan belimni baquvvat qilgin va uni ishimda, ya'ni payg'ambarlik ishida sherik qilgin, toki biz senga ko'proq tasbih aytaylik va seni ko'proq yod etaylik. Albatta, sen bizni ko'ruvchi zotsan. Alloh aytdi,
so'ragan narsang senga ato etildi ey Muso. Biz senga go'daklik chog'ingda ham bir karra in'om etgan edik. O'shanda onangga biz shunday vahiy yuborgan edik. Uni Musoni sandiqqa solib daryoga tashlagin. Bas uni daryo to'lqini sohilga otsin. Shunda uni mening ham, uning ham dushmani Fir'avn, ya'ni joriyalari tutib olur. Ey Muso, barchaga suyukli bo'lishing va mening ko'z o'ngimda, himoyamda o'sishing uchun senga o'z tomonimdan muhabbat, joziba tashladim. O'shanda opang seni daryodan tutib olganlar ortidan yurib, sizlarni bu bolaga kafil emizadigan ayol oldiga boshlab boraymi deganlarini eslagin. So'ngra biz seni ko'zlari quvonsin, tashvish chekmasin deb onangga qaytargan edik. Yigitlik chog'ingda bir jonni o'ldirib qo'yganingda ham biz seni bu g'amdan qutqargan edik. Keyin biz seni ko'p sinovlar bilan sinab ko'rdik. Madyan ahli orasida ham necha yillar turding, so'ngra payg'ambarlik uchun belgilab qo'yilgan muddat bo'yicha bu yerga kelding ey Muso. Seni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim. Ey Muso, sen o'zing va birodaring Harun mening oyatlarimni odamlarga olib boringiz va meni zikr qilishda sustlik qilmangiz. Ikkingiz Fir'avnning oldiga boringiz, chunki u men Xudoman deb haddidan oshdi. Bas unga yumshoq so'z aytingiz, shoyat u eslatma olsa yoki halok qilishimdan qo'rqsa. Ikkovi dedi: ey Rabbimiz, dar haqiqat biz da'vat etsak u bizga tezlik g'azab qilishidan yoki battar haddan oshib ketishidan qo'rqamiz. Alloh aytdi: qo'rqmangiz. Albatta men sizlar bilan birgaman, eshitaman va ko'raman. Bas sizlar uning oldiga borib, biz Parvardigoringning elchilaridirmiz. Isroil avlodini biz bilan birga qo'yib yuborgin, ularni azoblamagin. Biz senga Rabbing tomonidan hujjat keltirdik. Hidoyatga ergashganlarga salom, omonlik bo'lur. Bizga shunday vahiy qilindi: Allohning payg'ambarlarini yolg'onchi qilgan va iymon keltirishdan yuz o'girgan kimsalarga azob bo'lur. Fir'avnga kelib Allohning so'zlarini aytishgach, u dedi: ikkingizning Rabbingiz kim, ey Muso? Muso aytdi: Rabbimiz har bir narsaga o'z yaratuvchiligini ato etib, ko'rsatib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga yo'llagan zotdir. Fir'avn dedi: unda avvalgi avlodlarning holi nedir? Rabbing ularni ham azoblaganmi? Muso aytdi: ular haqidagi ma'lumot Rabbim huzuridagi kitob Lavhul Mahfuzdadir. Rabbim adashmas va unutmas. U yerni sizlar uchun beshik,
qarorgoh qilib qo'ydi va unda yo'llar paydo qildi hamda osmondan suv, yomg'ir, qor yog'dirdi. Bas biz u suv bilan turli o'simlik navlarini undirib chiqardik. Sizlar ulardan tanovul qiling va chorvalaringizni boqing. Albatta bunda aql egalari uchun alomatlar bordir. Biz sizlarni undan, yerdan yaratdik. Unga qaytarurmiz va qiyomat kunida sizlarni yana bir marta undan chiqarurmiz. Dar haqiqat biz unga, Fir'avnga hamma 9 ta mo'jizalarimizni ko'rsatdik. Bas u ularni yolg'onga chiqardi va yuz o'girdi. U dedi: sen o'z sehring bilan bizlarni yerimizdan chiqarish uchun keldingmi, ey Musa? U holda bizlar ham senga xuddi o'shanday sehr keltirurmiz. Bas sen o'zing bilan bizlarning o'rtamizda bir joy tanlaginki, u sen ham bizlar ham qarshilik qilmaydigan o'rta bir joy bo'lsin. Musa aytdi: va'da zinat kunidir. Odamlar choshgohda to'planurlar. Bas Fir'avn borib o'zining makrini, sehrgarlarini yig'di. So'ngra va'da qilingan joyga keldi. Musa ularga, sehrgarlarga dedi: hollaringga voy! Sizlar Alloh sha'niga yolg'on to'qimangiz, mo'jizani sehr demangiz, aks holda Alloh sizlarni azob bilan halok qilur. Yolg'on to'qiganlar noumid bo'lishlari aniqdir. Bas ular qiladigan ishlarini o'zaro bahslashib, asta shivirlasha boshladilar. So'ngra bir-birlariga aytdilar: albatta bu ikkovi, Musa va Harun, o'z sehrlari bilan sizlarni yeringizdan chiqarishni va yuksak yo'lingizni, diningizni yo'qotishni istaydigan sehrgarlardir. Bas bor makr hiylangizni yig'ingiz, so'ngra saf tortib kelingiz. Bugun ustun bo'lganlar najot topajaklar. Maslahatlari bitgach dedilar: ey Musa, sen qo'lingdagi asoyingni tashlaysanmi yoki biz birinchi tashlovchi bo'laylikmi? Musa sehrgarlarga aytdi: yo'q, siz tashlangiz. Ular qo'llaridagi aso va iplarni tashlagan edilar. Birdaniga iplari va tayoqlari, sehrlari sababli unga, Musoga yurib ketayotgandek tuyuldi. Bas Musa ichida bir qo'rquvni his etdi. Biz aytdik: qo'rqmagin, albatta sen o'zing oliy g'olibdirsan. Qo'lingdagi narsani, asoyingni tashlagin, ular yasagan narsalarni yutib yuborsin. Ularning yasagani faqat bir sehrgarning makridir. Sehrgar esa qayerda bo'lmasin zafar topmagay. Musa hassasini tashlagach, ajdahoga aylanib, ular yasagan narsalarni yutib yubordi. Bas sehrgarlar sajda qilgan hollarida yerga yiqilib, Harun va Musoning Parvardigoriga iymon keltirdik dedilar. Fir'avn aytdi: men izn bermay turib unga iymon keltirdingizmi? Shubhasiz u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir.
bas, endi men albatta oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga, o'ng qo'l chap oyog'ingizni yoki aksincha kesurman va sizlarni xurmo shoxlariga osurman. O'shanda qaysimizning, ya'ni mening yoki Musoning xudosi azobi qattiqroq va boqiyroq ekanini bilib olursiz. Ular dedilar: bizlar o'zimizga kelgan hujjatlarni va bizlarni yaratgan zotni, Allohni qo'yib, sira seni tanlamaymiz. Bas, qiladigan hukmingni qilaver. Sen faqat shu dunyodagina hukm qilursan. Bizlarga esa xatolarimizni va sen bizlarni majbur qilgan sehrgarlikdan iborat gunohimizni kechirishi uchun Rabbimizga iymon keltirdik. Allohning savobi yaxshiroq va azobi boqiyroqdir. Haqiqatan kimki oxiratda Parvardigorning huzuriga jinoyatchi, kofir holida kelsa, albatta uning uchun jahannam bor. U joyda u na o'la olur va na yashay olur. Shuningdek, kimki u zotga, Alloh huzuriga yaxshi amallarni qilib, mo'min holida kelsa, bas, ana o'shalar uchun yuksak darajalar, ostidan anhorlar oqadigan, ular doimiy qoladigan mangulik jannatlari bo'lur. Bu shirk va kufrdan pok bo'lgan kishilarning mukofotidir. Biz Musoga: sen bandalarimni, Isroil avlodini Misrdan tunda olib ket va ortingdan yetib kelishdan xavf qilmagan va g'arq bo'lishdan ham qo'rqmagan holingda dengizdan ularga quruq yo'l och, deb vahiy yubordik. Bas, Fir'avn ularning ortidan o'z lashkari bilan quvgan edi, ularni dengiz o'raganicha o'radi, ya'ni g'arq bo'ldilar. Fir'avn o'z qavmini adashtirdi, to'g'ri yo'lga boshlamadi. Alloh dedi: ey Isroil avlodi, biz sizlarga dushmaningizdan najot berdik va sizlarga Musoga Tavrot nozil qilish uchun Tur tog'ining o'ng tomonini va'dalashdik va sizlarga shirinlik va bedanalar yog'dirdik. Pok rizqlarimizdan tanovvul qilingiz va ularga shukr qilmaslik bilan haddan oshmangiz. Aks holda sizlarga mening g'azabim yetar. Kimga mening g'azabim yetsa, u albatta yiqilur, halok bo'lur. Men tavba qilgan hamda iymon keltirib ezgu ish qilgan, so'ngra to'g'ri yurgan kishilarni albatta mag'firat qiluvchidirman. Qavmingdan ilgarilab ketishingga nima sabab bo'ldi ey Muso? U aytdi: ular ana izimdan kelmoqda. Men esa rozi bo'lishing uchun sen tomon shoshdim ey Rabbim. Alloh dedi: haqiqatan biz sendan mening huzurimga ketganingdan keyin qavmingni imtihon qildik. Somiri ularni yo'ldan ozdirdi. Bas, Muso qavmiga g'azablangan va afsuslangan holda qaytib kelib dedi: ey qavmim, Parvardigoringiz sizlarga Tavrot nozil etishi haqida chiroyli va'da qilmaganmidi?
Sizlarga kechgan vaqt uchun ko'rinib ketdimi yoki sizga Rabbingiz tomonidan g'azab yetishini xohlab menga bergan va'dangizni buzdingizmi? Ular aytdilar: bizlar senga bergan va'dani o'z ixtiyorimiz bilan buzganimiz yo'q. Lekin bizlar Misrdan chiqib kelayotganimizda qavm zeb ziynatlaridan iborat narsalarni ko'tarib chiqqan edik. Bas Somiriyning amri bilan ularni olovga tashladik. So'ngra Somiriy ham narsalarini olovga tashladi. So'ngra Somiriy ularni olovda eritib, ovozli buzoq haykalini yasab chiqarib berdi. Keyin Somiriy va uning sheriklari: sizlarning ham Musoning ham ilohi shu edi. Bas Muso uni unutdi va izlab boshqa yerga ketdi dedilar. Axir uning ularga so'z qaytara olmasligini va ziyon ham foyda ham yetkazishga qodir emasligini ko'rmaydilarmi? Holbuki buzoqqa sig'inishlaridan oldin Harun ularga: ey qavmim, sizlar bu bilan imtihon qilindingiz. Shubha yo'qki, sizlarning Rabbingiz Rahmondir. Bas menga ergashingiz va amrimga itoat qilingiz degan edi. Ular to bizga Muso qaytmagunicha unga ma'budaga sig'inishdan sira tinmaymiz degan edilar. Muso qaytib kelgach dedi: ey Harun, ularning adashganlarini ko'rganingda to'xtatib qolishdan senga nima to'sqinlik qildi? Mening ortimdan nega bormading? Amrimga itoatsizlik qildingmi? Harun dedi: ey onamning o'g'li, sen mening sochimdan ham, soqolimdan ham tutmagin. Men ortingdan borsam, mening so'zimni kutmay Isroil avlodini bo'lib yuboribsan deyishingdan qo'rqdim. So'ngra Muso Somiriyga qarab: bu qilig'ing nimasi ey Somiriy dedi. U aytdi: men ular ko'rmagan narsani ko'rdim. Bas elchi Jabroilning izidan bir siqim olib, uni buzoqning haykaliga sochgan edim. Undan tirik buzoq kabi ovoz chiqdi. Nafsim ana shunday qilishni menga chiroyli ko'rsatdi. Muso dedi: bas ket. Endi sen uchun hayotda menga tega ko'rmang deyishgina qolur. Oxiratda esa sen uchun sira xilof qilinmaydigan bir va'da, azob bordir. Sen ustidan jilmay sig'inayotgan ilohing holini ko'rib qo'y. Biz albatta uni yondirib, so'ngra kulini dengizga sochib yuboramiz. Ilohingiz Allohdirki, undan o'zga iloh yo'q. U o'z ilmi bilan barcha narsani qamrab olgandir. Ey Muhammad, biz sizga o'tib ketgan avlodlar xabaridan shu tarzda so'zlab beramiz. Shuningdek, biz sizga o'z dargohimizdan zikrni, Qur'onni keltirdik. Kim undan yuz o'girsa, bas albatta u qiyomat kunida yuk gunohni ko'tarur. Ular u yuk ostida mangu qolurlar. U narsa qiyomat kunida ular uchun juda yomon yuk bo'lur. U sur chalinadigan kundir. U kunda biz jinoyatchilarni ko'zlari qo'rquvdan ko'k, nursiz bo'lib qolgan hollarida yig'urmiz. Ular o'zaro bir-biriga dunyoda 10 kungina turdingiz deb shivirlashurlar.
biz ularni aytadigan so'zlarini yaxshi bilurmiz. O'shanda ularning yo'l yo'riqqa chechanlari, donolari bir kungina turdingiz deydilar. Ey Muhammad, ular sizdan tog'lar qiyomatda nima bo'lishi haqida so'rasalar, bas ayting, Parvardigorim ularni chang to'zon kabi sochib yuborur. So'ngra yerni tep-tekis qilib qo'yar. Unda na egrilik, pastlik va na balandlikni ko'rasiz. U kunda odamlar mahshargohga chorlovchiga, farishtaga egilmay, bukilmay so'zsiz ergashurlar. Ovozlar ham Rahmonga bo'yun sunur, bas faqat pichirlashnigina eshitursiz. U kunda shafoat, oqlov faqat Rahmon izn bergan va so'zidan u rozi bo'lgan kishidan boshqaga foyda bermas. U ulardan, odamlardan oldingi bo'lgan va keyingi bo'ladigan narsalarni bilur. Ular esa uni ilm bilan ihota qila olmaslar. Ya'ni uning mohiyatini bila olmaslar. Yuzlar hamisha barhayot va abadiy turuvchi zotga ta'zim qilurlar. Zulmni, shirkni ko'tarib kelgan kishi albatta oxirat najotidan noumid bo'lur. Kimki mo'min bo'lgan holda ezgu ishlarni qilsa, bas u zulmdan, qilmagan gunohlarga javob berishdan ham, kamayishdan, savobi to'la berilmay qolishidan ham xavfsiramas. Shuningdek, biz uni arab tilidagi Qur'on shaklida tushirdik va unda qo'rqinchli va'dalarni bayon qildik. Shoyatki ular shirk va kufrdan saqlansalar, yoki bu va'dalar ularda eslatma paydo qilsa. Haqqoniy podshoh bo'lmish Alloh oliy zotdir. Ey Muhammad, sizga Qur'on vahiysi tugamay turib, qiroat qilishga shoshmang va ayting: Ey Rabbim, menga ilmni ziyoda et. Biz ilgari odam bilan jannatdagi bir daraxtga yaqinlashmasligi haqida ahdlashgan edik. U ahdni unutdi va biz unda, odamda qat'iyatni ko'rmadik. Eslang, biz farishtalarga odamga sajda qilingiz deyishimiz bilan sajda qildilar. Faqat iblis bosh tortdi. Bas aytdik: Ey odam, aniqki bu iblis senga ham, xotiningga ham dushmandir. Bas u ikkovingni jannatdan zinhor chiqarmasinki, baxtsiz bo'lib qolursan. Shubhasiz sen u joyda, jannatda och va yalang'och ham qolmaysan. Shuningdek, sen u joyda tashna ham bo'lmaysan va issiqda ham qolmaysan. So'ngra shayton unga vasvasa qilib: Ey odam, men seni abadiyat daraxti va chirimas, yo'q bo'lmas mulkka boshlab boraymi dedi. Bas odam bilan Havvo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Odam Parvardigoriga osi bo'lib yanglishdi. So'ngra Parvardigori uni poklab, tavbasini qabul etdi
va hidoyatga yo'lladi. Alloh aytdi: undan jannatdan har ikkingiz tushingiz biringizga dushmandirsiz. Bas, sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, kofir bo'lsa, bas, uning uchun tang, baxtsiz turmush, qabr azobi bo'lishi muqarrar va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. U: Rabbim, nega meni ko'r holda tiriltirding? Axir dunyoda yashagan vaqtimda ko'ruvchi edim-ku, deydi. Alloh aytur: shunday, lekin senga bizning oyatlarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Haddan oshgan va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmaganlarni mana shunday jazolagaymiz. Oxirat azobi esa shubhasiz bundan-da qattiqroq va boqiyroqdir. Ulardan ilgari ham maskanlarida yashab yurgan qancha avlodlarni kufrlari sababli halok qilganimiz ularni to'g'ri yo'lga solmadimi? Albatta, bunda aql egalari uchun alomatlar bordir. Agar Rabbingiz tomonidan mukofot va jazolar oxiratda bo'lishi xususida lafz va belgilangan muddat qiyomat bo'lmaganida edi, albatta ularga darhol azob berilishi lozim bo'lar edi. Bas, ey Muhammad, ular aytayotgan so'zlarga sabr qiling va quyosh chiqishidan ilgari va botishidan avval Rabbingizga hamd bilan unga tasbih ayting, namoz o'qing. Kechaning boshi va oxirgi vaqtlarida hamda kunduzning avvalgi va oxirgi taraflarida ham tasbih ayting, namoz o'qing, shoyat rozilikka erishsangiz. Siz kofirlardan ayrim toifalarni sinashimiz uchun bahramand qilgan dunyo hayoti go'zalliklaridan iborat narsalarga ko'zlaringizni termultirmang. Rabbingizning rizqi yaxshiroq va boqiyroqdir. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham unga namozga bardoshli bo'ling. Sizdan rizq so'ramaymiz, aksincha biz sizga rizq berurmiz. Oqibat yaxshiligi taqvo ahligadir. Mushriklar Muhammad Parvardigori tomonidan bizlarga biror hujjat keltirsa edi, deydilar. Axir ularga ilgarigi sahifalardagi ilohiy kitoblarda bashorat berilgan hujjat Qur'on kelmadimi? Agar biz ularni undan Muhammad yoki Qur'ondan ilgariroq biror azob bilan halok qilganimizda, ular albatta Parvardigoro, bizlarga biror payg'ambar yuborganingda edi, bizlar xorzor va sharmanda bo'lish o'rniga sening oyatlaringga ergashgan bo'lar edik, degan bo'lardilar. Ey Muhammad, ayting, barchamiz kutuvchidirmiz, bas kutaveringiz.
yaqinda qiyomatda kimlar to'g'ri yo'l egalari va kimlar hidoyat topganini bilursiz.